Assalomu alaykum hammaga promo kuzatuvchilari. Bilasizlar, biz butun O'zbekiston bo'yicha sammoka apparatlar o'rnatib berish xizmati bilan shug'ullanamiz. Ko'rib turishlar mumkin, lokatsiyalar juda ham ko'p. Surxondaryo, Qashqadaryo, Samarqand, Vodiy buyoqda, Voha, xullas, yo'l Qoraqalpoqlargacha o'rnatganmiz. Bilasizlar, bizni Sixoy apparatlarimiz, boshqaruv pultlarimiz avtopauzali bo'ladi. Bilasizlar, birinchi bo'lib bizda chiqqan avtopauza, qolganlar ko'chirgan desak ham bo'ladi. Hozirda Sixoy apparatlarimiz yangilandi. Bu yerga elektronli datchiklar qo'ydik, temperatura legirovka qilgani 30 amperlik moshni relaylar qo'ydik. O'zini o'zi yuvish, tozalash sistemalar o'rnatdik. Bilasizlar, bizda sistemamiz juda ham kichkina trubkalardan foydalanganligimiz uchun bir-biriga xitni deyarli aralashtirmaydi. Hamma zashtalar qo'yilgan, o'chirish avtomatlar qo'yilgan, ichlari akkuratni yig'ilgan, ko'rishlar mumkin. Bilasizlar, bizda klikda to'lagani QR kodlarimiz, NFC kartalarimiz, viziv knopkalarimiz va bonusový sistemalarimiz bor. 6 xil hidimiz, pauzamiz, balon qoraytiradiganimiz bor. Bilasizlar, boshqaruv shitlarimizda xolasalang invertorli, xolasalang pushkatelikqa yig'ib beramiz. Eski sistemada bundaqa mexanik regulyatorlarimiz bo'lgan. Bunaqa relaylar bilan qo'shib ishlatganmiz. Hozirda mana o'zini o'zi yuvish sistemasi ishladi. Hozirda elektronli datchiklarga o'tdik. Kimga shunaqa apparaturalar kerak bo'lsa, pastda kontakt qoldiramiz, bemalol aloqaga chiqishlar mumkin.